qancha? 20 minutlik gapga yurmasanmi? 20 minutlik gapga. Ha, sizga akamni yaqinlatib aytib qo'ydim-da. Hop, men nima dedim senga? Hop, qancha so'rayaptim? Sendan 2 million 3 million gan so'ramoqdim, Aziz. Aka, Siz necha pul so'rayaptidingiz? aka 29,5 bermadi. Ikkalasi. Aka, oling o'sha bermaganini soling. Mana shu ikki tane. Mana shu ikki tane savdosi bo'lyapti akalar. 25-mart chorshanba kuniga Sho'romol bozoridamiz. Qo'shig'ini ukam agar bir-birimizni tushunmoq agar mana shu rulini aytganimiz lazım. Men senga aytdim-ku, men mol savdo qilib turganda boshqa odam 30 million 29,5 ming men ham beraman senga. Erkakga men hozir past so'rayotganim yo'q, ukam baragasini bersa uzatdim. Oling, yarim yo'q, ukam qo'y meni 20 minutlik gapga yur bo'ldi 20 minut aytdim. Uni qilma lazım, odam xafa qilmassan, ukam. 20 bo'lganda ham xafa bo'lmasdi erkakga. Hamma ko'p oldi berdi qilganmiz. Biroz bilan 20 minut oling dedi, o'sha pulga oldim men bobariga. Xursand bo'laman. Bobariga. 29 million 200 mi? 29 million. 29 million. 29 millionga mana shu ikkalasi pishdi mana baraka bo'ldi. Olganga ham, sotganga ham baragasini bersin. Aka-ukalar bir dona like bosib, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldirasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat, joningiz sog' bo'lsin.